bola merimiy tashkil qilishini tarixi. Reaksiyamni oxirida ko'rasizlar. Bir tazik go'shtni marinovka qilib qo'ydi. Bozorliklarni qilib, hammamiz yig'ilib, mashinaga chiqib olib, dam olishga otlandik. Alini yuzidan nastroyeniyamizni bilsangizlar bo'ladi. Yo'l bo'yi o'ynab, mama luba davay deb, sirlashib, qiliqlashib manzilga yetib oldik. Anchadan beri balandda chimgan degan joyga kelgim kelardi. Mashinadan narsalarimizni razgruzka qilib olib, hamma kiyimlarini obzorini tushirsam, men esa shalyamni ko'rsataman. Собственно, iliq jakuzi, go'zal hovlisi, besetkasi xuddi Pinterestdek. Bizlar esa tez sochiqlarimizni olib, tog'larni ko'rib, cho'milishga yugurib ketdik. Jakuzidan tashqari ularni obshi katta basseyni bor ekan. Bizning oramizda ikkita baliq bor ekan. Birinchisi Ali, ikkinchisi Bobur. Suvdan chiqishmadi bular. Bu yoqda o'sha Bobur tayyorgarlikni boshlagan ekan. Menga esa qizlar yur chiroyli kiyinib zakatda rasmga tushamiz deb boshimni qotirishib o'tirgan edi. Kiyim olib chiqsam, shpaklovka yuzimni qo'li bilan bostirib olib ketishdi. Chetda yuragim tez urib, qo'llarim qaltirab, nima deyishni bilmasdan hadi bordim. Avtomaticheski nevesta bo'ldim. Rostini aytsam, shunaqa atmosferada o'rtoqlarim ichida orzu qilgandim. Kechga esa shashlikchalarni pishirib, Gulshan bizlarga konsertni programma bilan kunimizni yakunladi.